katta og'ir smartfonlardan charchab, yengil smartfon ishlatgim keldi. Hattoki Nokia smartfonni ham ishlatmoqchi bo'ldim. Yana vaqt o'tib BlackBerry ishlatgan kelib qoldi. Lekin yaqinda Lightphone 3 smartfon taqdim etildi. $700 ga yaqin. O'shani ham olmoqchi bo'ldim. Lekin taqdimoti iyun oyida ekan. Pul ishlashga to'xtagan dedim. Va qo'limdagi smartfonda Xiaomi kompaniyasining ultra ekonom rejimi borligi esimga tushdi va shuni yoqib ishlatib ko'rmoqchi bo'ldim. To'g'risini aytaman, 3 kun bor yo'g'i 1 soatdan zo'rg'a ishlata oldim. Ultra ekonom rejimida 6 ta ilovani bir vaqtda o'zi ishlatish imkonini beradi. Lekin bu 6 ta ilova ham bir kun ishlatishga umuman qoniqtirmadi. Ya'ni xohlasangiz xohlamasangiz Instagramga, xohlamasangiz YouTube va boshqa ilovalarni ishlatgis kelaverar ekan. Demak, to'laqonli lekin ixcham bo'lgan smartfon ishlash kerak degan fikrga keldim. Yaqinda taqdim etilgan Xiaomi 15 bunga juda mos tanlov bo'ladi. Ayniqsa Xiaomi 15 ni suyuq metall versiyasi bo'lsa juda ham zo'r bo'lardi. Aynan shunaqasidan Xiaomi kompaniyasining O'zbekistondagi rasmiy do'koni bizga taqdim etdi. Aytgancha Xiaomi ham O'zbekistonga rasman olib kirishadi va bu kompas Seulmun va Amir Temur ko'chasidagi 102-uyda joylashtirgan rasmiy do'konlarida ushbu smartfonlarni rasmiy ravishda sotib olsangiz bo'ladi. Ya'ni global versiyasi. Globaldan Xitoy degan narsani bilasizlar. Bu aynan global versiyasi. Va yana eng muhim bo'lgan qismi Xiaomi smartfonlariga 2 yillik garantiya beriladi. Garantiya ham juda ham muhim o'rin tutadi. Xiaomi 15 smartfoni ramkasi juda minimal. 1.38 mm. Tepa, past jonlar hamma yog'i bir xil. Xiaomi 15 smartfonining ramkasi alyumindan, orqasi ham shisha va u suyuq metall ko'rinishda. Albatta ushbu shishada barmoq izlari qoladi va xuddi shunaqa yaxshilab artsangiz bu barmoq izlari ketadi. Komplektini ko'radigan bo'lsangiz, komplektida quvvatlash moslamasi, kabel va mana shu orqasidagi chiroyli ko'rsatib beradigan chexoli. Chexoli silikon emas, balki plastikdan qattiqqina va mana shu go'zallikni sizga ko'rsatib bera oladi. Bunaqa kichkina korpusga 5240 mAh akkumulyator joylashtirilgan va displeyi ramkalari 1.38 mm tashkil qiladi. U ramkalar tepasi, pasti, yon hammasi bir xil. Ya'ni bir qarashingizda haqiqiy minimal ramkaga ega bo'lgan va maza qilib ishlatish imkonini beradigan kichkina ixchamgina smartfon. Akkumulyatori ham kattagina. Displeyi 636 dyuym, 1200 ga 2670 piksellar soniga ega, 1 dyuymga piksellar soni 460 ppi tashkil qiladi. Xiaomi Shield Glass shishasidan himoyalangan, Dolby Vision va HDR10+ kontentlarni qo'llab-quvvatlaydi. Maksimal yorug'ligi 3200 nit va LTPO amaliy displey bilan jihozlangan. LTPO nima degani? 1 Hz dan 120 Hz gacha holatga qarab o'zgaradi. Misol uchun Telegramda ishlatayotgan paytingizda faqat ma'lumot o'qiydigan bo'lsangiz 1 Hz ga tushib qoladi yoki internetda biron bir ma'lumot o'qiyotganingizda. Lekin o'yin o'ynayotganingizda va boshqa bir tezkorlikni talab qiladigan ilovalar ishlatayotganingizda displeyi avtomatik ravishda 60, 90 va 120 Hz ga holatga qarab o'zgarib turadi. Bu esa smartfonning quvvatini anchagina tejaydi. Smartfon barmoq izi skaner displey ostida joylashtirilgan, juda ham tezkor, xatolarni sezmadim. Xitoy smartfon sozlari uchun begona bo'lgan narsasi bor. Ya'ni eSIM, ikkita SIM karta va eSIM ham ishlatish imkonini beradi. Bu esa hozirgi paytda davr talabi va albatta Xiaomi 15 bu davr talabini qondirib kelmoqda. Android 15, HyperOS 2 va 4 Android yangilashini qo'llab-quvvatlaydi. Smartfon kichkinagina bo'lishiga qaramasdan Snapdragon 8 Elite protsessor bilan jihozlangan. Protsessor juda ham kuchli, Antutu balni ko'ryapsizlar. Throttling test natijalari ham yomon emas va Geekbench'ni ham ko'rishingiz mumkin. Hozir esa bitta PUBG da o'ynab ko'ramiz. Men 15 minutdan bir o'ynayapmiz. 39% deydi, 35 bo'pti. Ya'ni 4% quvvat ketdi. 120 FPS da o'ynayapmiz. Mana 27 minut o'ynamiz. O'ynam tugamoqchi. 31% qoldi. 31%, 39% deydi. Mana endi ikkinchi kruh o'ynayapmiz. 18 daqiqa o'tdi. Va albatta hozir yana yarim soat o'ynab, qancha quvvat ketishini yana ko'rib chiqamiz. Birinchisida 9% quvvat ketgan edi yarim soatda. PUBG Mobile grafikasini ko'ramiz. Mana ko'ryapsizlar, 120 FPS muammosiz ochadi. Ayniqsa smartfon displey kichkina bo'ladigan bo'lsa, buni PUBG'chilar zo'r bo'ladi, juda tezkor va FPS ni tushirmasdan o'ynash imkonini beradi.
Smartfon albatta o'yin jarayonida qizishi bor, sezilarli darajada, lekin laglar, qotishlar yo'q. Smartfon 12 GB va 16 GB operativkali va 256, 512 va 1 terabaytli xotira versiyalari bor. Hozirgi paytda Xiaomi'ning rasmiy do'konlarida mana shu narxlarda 512 GB gacha bo'lgan xotirali versiyalar sotib olsanglar bo'ladi. Ranglari bizning qo'limizdagi bu silver liquid deyiladi, ya'ni o'sha suyuq metal. Yashil va qora ranglari ham bor. Orqada 4 ta kameraga o'xshab joylashtirilgan bloki bor, lekin bu yoqda 3 ta 50 megapikselli kamera bilan jihozlangan. 50 megapikselli asosiy kamerasi optik stabilizatsiyasi bor, diafragmasi f1.6. Keyingi 50 megapikselli kamerasi diafragmasi f2.0, 60 mm li telefoto 2.6x gacha optik zoomni ta'minlab bera oladi. 50 megapikselli 3-kamerasi esa diafragmasi f2.2, 115 darajalik ultra keng videolarni va fotolarni olish imkoniga ega. Lazer avtofokus bor va albatta Leica linzalar bilan jihozlangan. Bu esa tasvirni, ranglarni juda ham aniq, tiniq yetkazib berishda yordam beradi. Oldi kamerasi 32 megapiksel, diafragmasi f2.0, HDR va albatta panorama rejimlarda ham suratga, videoga tushirsa bo'ladi. Oldi kamerasi ham, asosiy kamerasi ham 4K 60 fps, Full HD 60 fps, asosiy kamerasida 8K da ham video olish imkoniga egamiz. Hozir albatta smartfonni tungi holatda va albatta iPhone 16 Pro Max bilan video imkoniyatlarini ham tekshirib ko'ramiz. Simlar yomon emas. iPhone'da sal yaxshiroq o'xshab tuyulyapti. 2x, 5x. Video 4K 60 fps. Menimcha iPhone'da tiniqroq bolalarning basharasini ko'rsatyapti. Va 1x. Va ikkala smartfonni hozir yurib tekshirib ko'ramiz. Stabilizatsiyasi ikkala smartfonda ham 4K 60 fps hech qanaqa muammo bo'lishi kerak emas. Muammo ham yo'q. Osmon. Osmonda bulut bo'lmasa, bulut yo'q aslida. Ya'ni iPhone qattiqdir bulut top beryapti ajratib. iPhone 16 Pro Max, Xiaomi 15 smartfonlari. iPhone'da ozgina rang ko'rsa aldayapti. Ya'ni qizil tanli qilib olgan. Xiaomi 15 ranglarni to'g'ri yetkazib beryapti. Oldi kamerasida ikkala smartfonda ham HDR ko'ryapti. Tepadagi simda iPhone'da oldi kamerasi ikkalasi ham 4K 60 fps tonyapti. Xiaomi'da ozgina o'sha uyga qarab ketgan joyida ko'rinmayapti. Albatta stabilizatsiyasi ikkalasida ham har doimgidek yuqori darajada. Muammo yo'q bo'yicha 4K 60 fps da videomiz. Mana bu yerda Xiaomi'da endi simlar yaxshi ko'rinyapti. iPhone'da osmondagi simlarni topishga qiynalyapti. Sporniy masala ekan, qaysi biri yaxshiroq degan. Har xil holatda har xil ishlashyapti. Bitta mana bulutlarni hozir iPhone'dan nisbatan yaxshiroq chiqazib beryapti. Xiaomi ham tortyapti. Lekin qayerdadir mayda xatolari bor. Xiaomi 15 smartfonda stereo dinamikka ega. Hozir bitta eshitib, qo'limdagi Poco F5 Pro smartfonni solishtirib ko'ramiz. Demak, smartfonda shunday yaqqol sezilib turibdi. Poco F5 Pro dan anchagina baland. Stereo effekti bor. Lekin tepa qismidan ovozi, ya'ni 50% chiqyapti. Pastida 100% bo'lsa, tepasidan 50%. Bir xil smartfonda 60-70% gacha tepa qismida shu gaplashadigan dinamiklarda ham baland tovushni ta'minlab beradi. Xiaomi 15 smartfon afsuski bu yo'q, lekin simsiz tovush eshitish uchun Hi-Res wireless audio 2.4 bitli 192 kHz Hi-Res va Hi-Res wireless audio Qualcomm X-Band 24 bitli musiqani ta'minlab beradi. Smartfonni Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, LE Low Energy ya'ni quvvat tejash, aptX HD, aptX Adaptive va LHDC 5
kodeklarni qo'llab-quvvatlaydi. NFC infraqizil portlari ham bor va Type-C razyomi Type-C Gen 3.2, ya'ni hozirgi paytda eng yaxshilaridan biri. Ya'ni tezkor ma'lumotni bemalol sim orqali ham uzatish imkonini beradi. Smartfon akkumulyatori 5240 mAh, 90 vatlik quvvatlash moslamasi komplekti keladi. 50 vatlik simsiz quvvat olish va 10 vatlik o'zidan reversiv quvvat berish imkoniga ega. Hozirgi paytda ixcham telefonlarga talab borgan sari oshib boryapti. Sababi smartfonlar borgan sari kattalashib ketyapti va qo'pollashib, og'irlashib ketyapti. Sababi akkumulyatori deysiz, displeyni kattalashtirish, sog'itish tizimini yaxshilash uchun smartfonni o'zini ham kattalashtirishyapti. Hattoki iPhone smartfonlar ham borgan sari kattalashib ketyapti. Samsung, Vivo va boshqa smartfon sozlar umuman gapirmasa ham bo'laveradi. Shu sababli Xiaomi segmentida o'sha Xiaomi 15 Ultra Photo flagman, 15 Pro flagman, Xiaomi 15 esa ixcham bo'lgan flagmanlardan bittasi. Albatta Xiaomi 15 smartfonni kimlarga tavsiya qilasiz desangiz, kuchini yo'qotmagan holda kichkinagina ixchamgina bo'lgan smartfon qidirib yurgan odamlar uchun juda ham yaxshi tanlov deb bilaman. Albatta ushbu smartfonni rasmiy do'konlardan O'zbekistonda sotib olsangiz bo'ladi. Videoni shu joygacha ko'rganlarga kattakon rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha assalomu alaykum.